3 ta 8 darsidan ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerda 3 xil usuli bor. Bir bosqishda o'tamiz. Birinchisi mamlakat, ikkinchisi valyuta. Xohlagan valyutangizni o'ynasangiz bo'ladi. Mana bu yerdan qidirib topishingiz mumkin. Biz so'mda o'ynaymiz, shu bois teminmaymiz bu joyga. Keyin bonusni sport uchun olsak bo'ladi. Kazino gambis o'yinlar uchun olsak bo'ladi. Ikkalasidan birini tanlaymiz. Bu yerga bonus olish uchun promo kod kiritamiz. Katta harflar bilan VIB 555. Hamma shu promo kodni kiritib ro'yxatdan o'tsa, sizga qo'shimcha 100% bonus beradi. Ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Xo'sh, bu yerda kapchadan o'tishimiz kerak. Mana buni tak doiranchaga to'g'rilab qo'yib beramiz. Xo'sh, mana kapchadan o'tib oldik. Buni screenshot qilib qo'yamiz. Login bilan parolni. Bu eng kerakli narsa login bilan parol. Akkauntingizdan mabodo chiqib ketsa, shu login bilan parol terib akkauntingizga kirib olishingiz mumkin. Keyingisi tugmasini bosamiz. Mana akkauntimizga olib o'tdi sirazi va hisob to'ldirishga olib o'tyapti. Hisob to'ldirishdan oldin mana burchakda strelkani bosib nazar qilamiz. Pastda menu degan joyga bosamiz. Bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bosamiz. Mana bu yerda email bilan telefon raqam ulab qo'yishingiz bo'ladi. O'zingizning xohishingiz. Maslahatim telefon raqam ulab qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda strelkadan boshqa davlat telefon raqamlarini kiritsangiz tak yo'q qo'ymayapti. Bu yerga telefon raqamni kiritib, faollashtirishni bossangiz, nomeringizga kod boradi. O'sha kodni kiritsangiz tasdiqlanadi. Yo SMS bo'lib keladi yoki Telegramga keladi kod. Shunga ham e'tibor beringizlar. Keyin eng kerakli joyi. Mana shaxsiy ma'lumotlar degan joy turibdi. Shuni to'ldirib chiqsangiz, sizga hisob to'ldirish, pul chiqarishda umuman muammoga duch kelmaysiz. Bu yerda masalan muomalalar juda ham oson. Kerakli joylarni tushunib o'taman. Bu yerdan ID hujjat deysizlar. Bu yerga pasport seriya so'rayapti. Masalan AS. Bu yerga raqam, 7 ta raqam yoziladi pasport seriyalarida. Yozib bo'lgandan keyin berilgan sanasi pasportda bor, uni ham topib kiritasizlar. OK deb bo'lsa kiritiladi mana. Keyin kim tomonidan berilgan deyapti. Masalan, shahar bilan masalan oxiriga IIB destadan saqlashni bossangiz, ma'lumotlaringiz saqlanadi. Saqlab bo'lganingizdan keyin bu yerdan burchakdan nastroykaga o'tib, hisob to'ldirishga o'tasizlar. Mana hisob to'ldirish Humo orqali to'ldirsangiz bo'ladi. Bu yerda botlar bor. Mana asosiy bank kartalari mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Mana tak bu yoqda kriptovalyuta orqali hisob to'ldirsangiz ham bo'ladi. Kimdan kim tushunsa. Keyin pul chiqarish. Qaysi orqali to'ldirgan bo'lsangiz, xuddi shunday chiqarasiz. Masalan, Humo orqali to'ldirgan bo'lsangiz, Humo orqali chiqarasiz. Yoki Uzkart bo'lsa, mana bu orqali chiqarasiz. Visa, Mastercardlar ham bor bu yerda. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kimdan kim tushunmasa yozishlaringiz mumkin.